Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, ularga qulay biznes muhitini yaratish prezidentimizning doimiy e'tiborida. Shu kunlarda davlatimiz rahbarining topshirig'iga muvofiq banklar va boshqa tegishli tashkilotlar mutasaddilari tadbirkorlar faoliyatida duch kelayotgan muammolarni o'rganib, tezkor bartaraf qilish choralarini ko'rmoqda. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanining Fayzobod mahallasida istiqomat qiluvchi tadbirkor 5 oydan buyon qo'ziqorin yetishtirish bilan shug'ullanib kelmoqda. Ayni paytda tadbirkor mahalladagi 3 nafar fuqaroni doimiy ish bilan ta'minlagan. Daromadining cho'g'i ham shunga yarasha, oyiga o'rtacha 15-20 million so'm. Eng muhimi, tadbirkor bu natija bilan to'xtab qolish niyatida emas, u o'z faoliyatini kengaytirishni, ishlab chiqarish hajmini oshirish orqali qo'shimcha yana ish o'rinlari yaratishni ko'zlamoqda. Buning uchun esa moliyaviy ko'mak zarur edi. Biz joriy yil yanvar oyidan beri qo'ziqorinchilik bilan shug'ullanamiz. Bu yil buni endi xudo xolasa buni ko'paytirish niyatidamiz. Biz bu hududda to'liq qo'ziqorin yetishtirishga yo'lga qo'ysak, biz 50 million daromadga chiqamiz. 4 ta yana qo'shimcha ishchi o'rin yaratiladi. Endi shunga menga aylanma mablag' evaziga kredit kerak edi. Ana shunday vaziyatda bank mutasaddilari tadbirkor faoliyatini joyiga chiqib o'rgandi va mavjud muammoni hal etish bo'yicha amaliy takliflarni bildirdi. Shu kunning o'zidayoq mahalla bankiri tomonidan barcha zarur hujjatlar rasmiylashtirilib, tadbirkorga 100 million so'm miqdorida imtiyozli kredit mablag'i ajratilishiga kelishib olindi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan berilgan topshiriqlar ijrosini bajarish maqsadida 3 tajribasi asosida tadbirkorlarimizni joyiga chiqqan holda manzilli uchrashuvlar o'tkazib, o'sha joyi o'zida o'sha muammosini hal etilishi hisobiga navbatdagi qo'shimcha ish o'rinlari, doimiy ish o'rinlari yaratib kelmoqdamiz. Tadbirkorimiz Zokir akamiz xonadonlariga keldik, loyihasi bilan tanishdik. Hozirda ularga yana qanaqa yordam bera olamiz? Hozirgi kunda o'zi bilan birga 3 nafar ishchi ishlayotgan bo'lsa, agar yonida qo'shimcha joyiga agar faoliyat qo'shadigan bo'lsa, yana 12 ta ish o'rni yaratishda oldiga maqsad qilgan. Bozorda qanaqa bu mahsulotga talabdi, hammasini hisoblab chiqdikda, tadbirkorimiz hozir istagidan kelib chiqib, yana 100 million so'm tadbirkorimizga mahalla loyihasi dasturimiz orqali kredit bermoqchimiz. Erta bilan kreditini chiqarib, mahsulotlarini ham shartnomalarini hamma narsasini tayyor ekan. O'sha hamma hujjatlarni hozir ko'rdim. Bugunning o'zida ijobiy hal qilib, kreditini chiqarib, mahsulotni olib keltiramiz. Bank xodimlari kelib, yordam deb so'rashganida men juda ham xursand bo'lib ketdim shu ishlarga. O'zlari kelib taklif qilishdi bu narsani. Kredit ajratamiz deyishdi. Oldin juda qiyin edi bu narsalarga erishish, bu narsalarga qog'ozvozli dokument, qayerga borishni bilmaysiz, unga uchrasangiz narigisiga borsangiz, unisiga jo'natadi. Oldin shunaqa edi. Hozir o'zlari kelib taklif qilishdi va men juda ham xursand bo'lib ketdim. Bunaqasi hali bo'lmagan edi. Prezidentimizga rahmat. Shunaqa shart-sharoitlar yaratib berganlariga, shunaqa ko'mak berayotganlariga, oddiy odamdan tadbirkor yaralyapti. Bank xodimlari tomonidan o'rganilgan navbatdagi manzil ayni shu mahalladagi aholi yashash xonadonlaridan biri bo'ldi. Azizxo'ja Toshxonov muzlatkich ishlab chiqarish orqali tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan tashabbuskorlardan. Bugun uning mahsulotlariga bo'lgan talab kun sayin ortib bormoqda. Biroq ayni paytda kichik biznes egasiga zarur bo'lgan uskunaning mavjud emasligi ishlab chiqarish quvvatini oshirishga to'sqinlik qilmoqda. Muzlatkich ishlab chiqarish faoliyatini boshlaganimizga 2 oy bo'ldi. Hozirgi boshlash jarayonimiz o'zimiz xonadonimizda tashkillashtirdik. 5 ta ish o'rin yaratdik. Bir kunda ishlab chiqarish quvvatimiz 10 taga yetdi. Mijozlarimiz juda ko'p, yetkazib berishga ulgurmayapmiz. Shunga endi hozirgi kunda bizga lazer bilan gibga kerak. Asosan ko'chadan olib kelib, oralig'lar uzoq, vaqtimiz ketib qoldi. Bank mutasaddilarining o'rganishlari natijasida tadbirkor tashabbusini qo'llab-quvvatlash, faoliyat turini yanada kengaytirish maqsadida imtiyozli kredit mablag'larini ajratish bo'yicha amaliy ishlar boshlab yuborildi. Tadbirkorimiz o'z xonadonida suv saqlagich muzlatkichlarini ishlab chiqarayotgani ko'rdik. Tadbirkorimiz hozirda buyurtmalarni to'liq yetkazib bera olmayotganligi uchun faoliyatini yanada kengaytirib, qo'shimcha yana bir 10 nafar fuqaroni ish bilan ta'minlashini aytdi. Barcha hujjatlarini mahalla bankirimizga hozir taqdim qildik. Skoring natijalarini hozir oldik. Bugunning o'zida tadbirkorimizga 500 million so'mgacha kredit ajratish rejalashtirilib, tadbirkorimiz bilan kelishib oldik. Asaka bank xodimlari o'zlari kelishdi. Ishlarimizni o'rganib chiqib 500 milliongacha kredit rasmiylashtirib beraman deyishdi. Agar biz texnikani sotib olsak, bir kunda 30 tagacha ishlab chiqaramiz. Bunday manzilli o'rganishlar joylarda kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bu orqali qo'shimcha ish o'rinlari yaratilib, mahallaning iqtisodiy faolligi ortmoqda. Shubhasiz buning ortida davlatimiz rahbari boshchiligida ishlab chiqilgan aniq mexanizm va tizimli yondashuv turibdi.